Yo'lda birovni urib yubordi. Nima qilay, taqdir ekan, peshona ekan. Yo'q. Sen agar yo'lni odobiga, axloqiga rioya qilib, tezlikni cheklangan joyda tezligini cheklab, maktabni oldidan yoki boshqa bozorga o'xshagan joylardan sekinroq o'tganingda shu musibat bo'lmasdi. Alloh subhanahu va taolo bizni sabablar olamida yaratdi. Hamma narsa bir narsaga sabab bo'ladi. 70 yuradigan, 60 yuradigan joyda 120, 140 yuribdi. Hech kimga yo'l bermaydi. Xohlagancha harakatlanadi. Natijada nima bo'lyapti? Borib kimnidir uryapti, kimnidir halok qilyapti, kimnidir oilasini sho'rini qurityapti, men bilmovdim deb o'tiribdiki. Jinoyatchi hisoblanadimi desa, zamonaviy hozirgi kundagi fatvolar jihatdan aytiladiki, ana shu birovni o'ldirib mashinasida urib o'ldirgan odam qotil bo'ladi deydi. Qachon desa, o'sha yo'ldagi qoidalarga, qonunlarga amal qilmasdan boshqargan bo'lsa, ichib olib boshqargan bo'lsa, haddini bilmasdan boshqargan bo'lsa, yurish mumkin bo'lmagan joyda yurgan bo'lsa, taqiqlangan, cheklangan tezlikdan o'tkazib yuborgan bo'lsa, borib birovni urgan bo'lsa qotil bo'ladi deydi. Hisobini oladi Xudo taolo qiyomat kunida.